100 mingdan sotishyotgandi, 120 ming qilishdida, keyin chegirma, aksiya 110 ming so'm deb belgilashib olyapti degan gaplarni eshitib qolamiz. Do'stlar, endi mana shunaqangi narsani qila olishmaydi. Nimaga? Chunki Vazirlar Mahkamasining qaroriga tegishli o'zgartirish kiritilib, chegirmalar, aksiyalar, bunaqangi rag'batlantiruvchi aksiyalar, bularga shunday qoidalar kiritilyaptiki, oldingi narx avvalgi 30 kun ichidagi eng past narx bo'lishi kerak deyapti. Ya'ni masalan, ko'ryapsiz, aksiya deb yozib qo'ygan, 120 mingni chizib qo'yishganda 110 ming so'm aksiya deb qo'ygan. Mana shu 120 ming deb belgilab qo'yilgan narx oxirgi 30 kun ichidagi narx bo'lishi kerak ekan. Masalan, 100 ming so'mdan sotib kelganda bir kun 120 ming so'm qilishdida, keyin shuni ustidan chizishda keyingi kuni 110 ming so'm qilib olishib, shunaqangi manevrlar qilish mumkin-ku. Shunaqangi narsalarni qila olishmaydigan bo'lyapti. 30 kun ichida narx bo'lishi kerak. Va bundan tashqari o'sha narxlar sun'iy ko'tarib, keyin aksiya deb tushirish taqiqlanadi degan qoida kiritilyapti. Bu ham o'sha mazmunan shunday holat. Va bundan tashqari o'sha aksiya o'tkazilayotgan, chegirma o'tkazilayotgan mahsulotning nomi aniq ko'rsatilishi, aksiya amal qilish muddati, sotib olish shartlari va bundan tashqari o'sha imtiyozlar nimalardan iboratligi, bu masalalar aniq yozilgan, narxlari aniq ma'lumot berilishi kerak deyilgan. Ya'ni masalan, kartoshkaga aksiya deyapti-da, o'sha magazinga borsangiz, kartoshkani aynan falon turiga edi, aytaylik, faqat kechki payt 6 da edi. Hozir mana siz 2 da kelyapsiz, uzr og'ayni deyishga haqqilari yo'q, aniq keltirilgan bo'lishi kerak degan qoidalar kiritilyapti.